kuz oylarini oxirgi kunlarda bog'dorchilikdagi muhim ishlardan biri bu zamburug'li va bakteriyali kasalliklarga qarshi kurash hisoblanadi. Bu jarayon barglar hech bo'lmaganda 70-80% to'kilgandan so'ng boshlash maqsadga muvofiq daraxtlar to'liq qurib ketgan bo'ladi. Mana bugun 25-noyabr, kuz oxirgi kunlari va hozirdagi iqlim harorati mana kunduzi 5 gradusdan 15 gradusgacha bo'lgan haroratda misli preparatlarni ishlatish eng yaxshi vaqt effekt beradi. Xuddi shunaqa hali aytgandek daraxtdagi asosiy ikkita kasalliklardan biri bakteriyali va zamburug'li kasalliklarga qarshi shu kuzda bir marta, kech kuzda va fevral oyida sal amal kelishni boshlab haroratlar noldan ko'tarilganda yana bir marta kurtali ochmasdan oldin lekin ishlov bersa ancha muncha zamburug'li va bakteriyali kasalliklarga qarshi kurashgan bo'lamiz. Bunda eng ko'p ishlatiladigan preparat va eng to'g'risi bu tarkibida mis bo'lgan preparatlar hisoblanadi. Misli preparatdan bizni qishloq xo'jaligimizda ko'p ishlatilgani bu bardo suyuqligi ishlatishadi. Shuningdek misning xlorli oksidi bor, xom degan preparat va asosan shu kelsidan ishlatamiz. Biz endi bog'lar katta bo'lgani uchun biz ko'proq xomdan foydalanamiz. Sababi bardo suyuqligini tayyorlash genizdan so'ng o'sha kuni ishlatib olishingiz kerak va katta gektarlarda bardo suyuqligini tayyorlash nisbatan qiyinroq jarayon va bu dori apparatlarini farsunkasiga to'lib qoladi ohak tarkibida bo'lgani uchun. Shuning uchun biz ko'proq xomdan foydalanamiz. Chlorokis medi deydi ruschasiga buni. Bu nisbatan zamonaviyroq va xuddi o'sha effektni beradi. Faqatgina bir tarafi borki, bardo suyuqligining afzalligi bunda ta'sir vaqti ko'proq. Uncha yomg'irda ham u yuvilib ketavermaydi, chunki tarkibidagi ohak daraxtga plyonka hosil qilib oladi. Chlorokis medida bo'lsa ta'sir doirasi sal kamroq, 2 hafta 20 kun bo'ladi. Lekin yaxshi tarafi u nisbatan yumshoqroq ta'sir ko'rsatadi va kurtaylarni deyarli kuydirmaydi. Shu yerda bir narsani bilish kerakki, nimaga biz o'zi asli xlorli, nimaga bu misli dorilar ishlatiladi? Va hozir aytganimiz zamburug'li kasalliklar, bakteriyali kasalliklar deymiz-ku, bu nimaligini asli bilib olish kerak birinchi o'rinda. Zamburug'li kasalliklar o'zi zamburug'li, bakteriyali va har xil boshqa qurtlar, kapalaklar, sudralar, so'ruvchilardan keladigan kasalliklar bo'lib 3 ga bo'linadi va shu ikkita eng katta sinfi bu zamburug'li kasalliklar va bakteriyali kasalliklar hisoblanadi. Zamburug'li kasalliklar bular shunaqaki, zamburug' mevada ko'rinadi. Deylik mana o'rik bo'lsa, o'rikdagi dog'lanishlar, bargidagi yoki mevasidagi dog'lanishlar bular zamburug'dan kelib chiqadi. Zamburug' paydo bo'lishiga katta sabab bu namlik yuqori bo'lsa, daraxtlar qalin bo'lsa, zamburug'li kasalliklarni ta'siri kuchli bo'ladi, lekin uni davolash unaqa murakkab narsa emas. Zamburug'li kasalliklarni yengish, uni bartaraf etish bog'da nisbatan oson. Misli preparatlar undan tashqari hozir keng tarqalgan Ziram bor, Kaptan bor, Mankazeb bor, Mzeb bor. Shu turdagi preparatlar bilan ham buni bartaraf etish unaqa qiyin emas. Lekin bakteriyali kasalliklar borki, ularni yengish qiyin bo'ladi, chunki u oxir-oqibat daraxtni quritishga olib keladi. Bakteriyali kasalliklar nimadan kelib chiqadi degan savol kelishi mumkin. Bakteriyali kasalliklar mana eng yoqtiradigan narsa, bakteriya qachon paydo bo'ladi? Qachonki daraxt stressga tushsa, u yoki mexanik zararlansa, shunda katta ehtimol bilan bakteriyali kasallik tushadi. Bakteriyali kasallikni bilish yo'li u daraxtda yelim chiqaradi. Shuningdek, mana kesgan obreska bo'lgan joylarda qora dog' bo'lib, haligi yorug' bo'lib, yara sifat bo'lib chuqurlashib qoladi. Bunda uni o'sha zahoti bu bakteriyali kasallikligini bilish mumkin va bakteriyali kasalliklarni davolaydigan yagona dorilar bular misli dorilar hisoblanadi. Asosan misli dorilar bilangina uni bartaraf etish mumkin va aynan bu ishni mana hozirgi kuzda va erta bahorda qilish nihoyatda ahamiyatli hisoblanadi. Mana hozir ham biz shu bog'da hozir shu jarayonni amalga oshiryapmiz. Mana hozir ko'rsatsam bo'ladi. Daraxtlarga bugun
shu tartibda dorilar sepilyapti. Endi uni tayyorlashni aytaman. Biz hali aytganimdek asosan xom ishlatamiz, Chlorox Medini. Buni odatda 0,4-0,5% ga ishlatamiz. Shu eng to'g'risi bo'ladi. Buni yaxshi tarafi Chlorox Medini bu daraxt bargi bo'lganda ham ishlatsa bo'laveradi. Ya'ni vegetatsiya davrida, faqat mana tinim davrida emas. Bakteriyali yoki zamburug'lik kasalliklar siz ko'ryapsizmi? Bu preparatni bemalol siz o'suv davrida barglar, mevalar bor paytda ham ishlatsangiz bo'ladi. Faqat terimdan bir 20 kun qolganda ishlatish mumkin emas. Qolgan paytda ishlatsa bo'laveradi, lekin faqat konsentratsiyasini biroz 0,3% qilib kamaytirib olasiz. Odatda biz mana shu bog'larimizga 1 gektar yerga o'rta hisobda 3 kilo, 3,5 kilo atrofida Chlorox Medis ketadi. Suv ko'proq ishlatganimiz uchun. Shuning uchun barcha bog'bonlarga aytamanki, kuzda albatta, kech kuzda, mana barglar to'kilgandan so'ng 70-80% va erta bahorda, bahor ham emas, fevral oylarida kurtak chiqmasdan oldin, ayniqsa albatta misli preparatlardan ishlating. Chunki daraxtni asosiy kasalliklaridan biri bu bakteriyali va zamburug'lik kasalliklar bo'ladi. Uni bartaraf etishi eng to'g'ri yo'li va sinalgan yo'li shu hisoblanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.